Godzo bizga atvet berib, o'zi ham challenge beribdi. Ketma-ket havoda sakragan holatda otilgan o'q. Xo'sh, atvet qila olarmikan? Bunday killlarni ko'p qilganman, lekin hozirgisini aniq hech kim qila olmaydi. Bitta oddiy kill, bitta headshot va bitta glazok atiga 7 sekund ichida. Qani kim atvet qila olarkan? Men bergan challenge'imga og'zaki atvet oldim, amalda emas. Va Shahri bergan challenge'ga o'zinikidan 2 marta uxlab tushinglarga ham kirmagan tarzda atvet qilaman. Tomosha qilinglar. Men challenge'larimga quruq gap bilan atvet olishni xohlamayman. Qo'lingizdan kelsa uni amalda ham qilinglar.